Temirchilik qadimiy hunarlardan biri hisoblanadi. Ustaning mahorati, kuchi bilan yaratilgan har qanday mahsulotdan hajmi, shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sifatli va mustahkam buyum sifatida uzoq muddat foydalanish mumkin. Xiva xonligi va undan keyingi davrda ham Xorazmda bu hunar turi saqlab qolingan. Pichoqdan erkaklarning zarur ish quroli va bezak sifatida foydalanilgan. Bu hunar turi namunalari san'at darajasiga ko'tarilgan. Qadimda hunarmandlar o'zaro ahil bo'lib, bir hududda istiqomat qilishgan va mahalla ham aynan shu nom bilan atalgan. Hozir ham ana shunday mahalla nomi saqlab qolingan. Temirchi ustalar ishchi yonida og'ir bolg'alardan foydalanishgan. Mana bu uskunalar 19-asrga tegishli. Ammo hozir imkoniyatlar boshqacha. Ularga qulaylik va yengillik bor. Maqsud Qulyozov ham hunarmandlar oilasi vakili. Bugun u yasayotgan turli ko'rinishdagi pichoqlarda salkam 2 asrlik ustalar an'anasini, hunar davomini ko'rish mumkin. Babalarımızdan temirçilik bilen şuurlanıp, kasıpçılık bilen şuurlanıp, temirci usta var idi. Yusuf Baba'da baytardık. Şunu ustaxanasına varıp yardım vererdi. O orak, balga, bıçak, ketman, şöyle kışlak hocalıkında işletildiği mahsulatlarını yasaydı. Şundan öğrengen ben de. Kichkina pichoqchalar yasaganman men, orak yasab berganman. Oshxonada nima deydi, qadimiy bir qushturni qirqadigan bir chiroyli xamirni qirqadigan narsa bo'ladi. Shularni yasab berganman uyga. Yosh vaqtda. Yo'q, shu hunarga qiziqishim yo'qdi bo'lmadi. Seçildik bilen işler tekamülleştirip, bilinmeyen işlerin içtimai tarmaklardan görüp, şulardan uyanıp şu dereceye yettiğini hazır yeterlice haridalarımız var, yasakan nerselerin puluydu, satıladı. Rozilara beraber bıçakçılık adli temirden başlanadı, temire işler verildi, sugarladı, kızdırıladı, kopkede baytadı. Yani şu cereyanlardan çıkandan keyin temir müstehkem oladı. Bir haftada üç bıçak yasab bilaman. Eğer materyalini aladığım olsa, zenglemeydiğim Polat 95K15 diye, tamamının şahnası duralimi tekstleri sağlık koyuldu. Har bir bezak alohida e'tiborga ega bo'lib, uning shakli va rang turlari ham turli ma'nolarni anglatadi. Odatda usta hunarmandlar o'zlari yasagan buyumlarga dastxatlarni ham tushirishgan. Bu imzo orqali qachon va kim tomonidan yasalganligini bilish mumkin bo'lgan. Ikkinchi tomondan esa hunarmandning o'ziga xos tashrif qog'ozi sanalgan. Juda qulay va ixcham g'ilof. Aslida bu telefonimiz xavfsizligini ham ta'minlaydi. Bunday g'iloflarni ana undan keyin asosiy faoliyat bo'lgan mana shunday pichoqlarni yasayotgan usta hunarmandning ustaxonasidamiz. Maqsud Qulyozov bu faoliyatni aslida bolalikda, yoshlikda boshlagan va orada ma'lum vaqt tanaffus bo'lgan. Keyinchalik esa pensiyaga chiqqandan keyin ham bu faoliyatini davom qildirgan. Ayni paytda usta hunarmand yasagan pichoqlar nafaqat respublikamiz hududida, balki xorijda ham sotilmoqda. Ular orasida Rossiya, Gruziya hamda Birlashgan Arab Amirliklari ham bor. Çekolonu bir günde yasap olmaydı. Bana 2 gün vaktimini aladı. Ben aslında av bıçağı yasayım var. Özüm avçılığından keyin 45 yıllık av stajım var. Avçılığa çok olardı benimle. Özbekistan boylap yetkazib beramiz. Chet davlatlardan bir Arab shayxi bir bıçağını aldı. Gruziyaga yetdi.
Yakında Kırgızistan'a yönettik bıçak. İçtimai tarmaqlar orqali telefon qilib buyurtma berishadi. Buyurtma asosida yasayman. Dollar hisoblarında $150 satganman bir bıçak. Bir nechta bosqichni o'z ichiga olgan bu jarayon bugun ham davom etmoqda. Hunarmandning faoliyatiga chet ellik sayyohlar ham qiziqish bildirishmoqda. Aslida qo'l mehnati bilan yasaladigan har qanday buyum yuqori baholanadi. Oğlum qiziqadi. Bu ham yasaydi bıçak. Nevaramni o'rgatib o'tiribman, usta bo'lib chiqadi. Hunaring bo'lsa, kasbkor hech qachon odamni muhtoj qilmaydi. Qo'limizdan keladi, yasab bilan daromad qilib o'tiribmiz, shu farovon hayot kechirib o'tiribmiz.